hadisni Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Abu Dardoga qarab aytdilar: qalbing yumshoq bo'lishini xohlaysanmi? Rahmdil bo'lishligini xohlaysanmi? Rahm jannatga olib boradi. Duoing qabul bo'lishini xohlaysanmi? Maqsadga yetishni xohlaysanmi? Albatta ya Rasululloh. Yetimga rahm qil, yetimga rahm qil, yetimga rahm qil dedilar. Chunki Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam onani qornida yetim bo'lganlar otalari tug'ilmasdan dunyodan o'tdi. 6 yoshda onadan ham ajralib butun bir yetim bo'lib qoldilar. Buvalari qaradi, 9 yasharda buvalari ham o'tib, amakilari Abu Talib ser farzand odam o'z qaramog'iga oldilar. Og'irligim kelmasin deb obi Zamzam suvini ichib qornim to'q deb yurardilar. Va aytardilar, kimni qo'yi echkisi bo'lsa xolis boqib beraman, qarayman. Dardni dard chekkan biladi. Yetimlikni yetimlikda katta bo'lgan biladi. Shuning uchun kimki yetimga qarasa jannatda meni yonimda o'tiradi dedilar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hayit kuni namozdan chiqib sahobalar bilan ketayotsalar, bolalar o'ynayotgan joydan chiqib qoldilar. Hayit kuni bolalarini yaxshi kiyintirib, tuyalariga mingashtirib, tuyada o'ynatayotgan otalar ko'rib zavq shavqlari kelib turdi. Banogoh bir chekkada yig'lab o'tirgan bolaga ko'zlari tushdilar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bolani oldiga kelib, nimaga bolalar bilan o'ynamay o'tiribsan? Nimaga yig'layapsan? Ya Rasululloh, otam jihodda shahid bo'lgan. Onam boshqa erga tegib ketdi. O'gay ota menga kiyim olib bermadi. Uni o'rniga uydan ham haydab chiqasdi. Otam bo'lsa meni ham tuyaga mindirib, yangi liboslar kiydirib o'ynatardi deb ko'nglim uzilib yig'layapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: men otang bo'lishni xohlaysanmi? Oyisha onang bo'lishini xohlaysanmi? Fatima opang bo'lishini xohlaysanmi? Hasan Husan jiyanlaring bo'lishini xohlaysan? Yig'lama bolam, men otangman. Tuyangiz yo'q dedi bolaligiga borib. Nimangizga mindirasiz? Ana ular tuyasida mindirib yuribdi. Bolam, men senga shunday zo'r tuya bo'laman, chiq ustimga. Yetim bolani yelkalariga o'tirg'izib ko'tarib yugura boshladilar. Tuya lo'killab yuradi, lo'killamayapsiz deganda sarvari olam tuyadaqa lo'killab yurish qildilar. Tuyalardan bir ovoz chiqadi. Af, af degan ovoz. Bu hatto arab tilida kechir degan ma'noni ham bildiradi. Af. Ularning tuyasidan shunday ovoz chiqyapti. Siz nima jimsiz deganda Muhammad sallallohu alayhi vasallam af, af deb ovoz chiqardilar. Shunda Jibril alayhisalom kelib, ey Allohning rahmdil habibi Muhammad Rasul,
Akram sallallohu alayhi vasallam yana bir marta avf desangiz olamga o't ketadi. Bu Muhammad sallallohu alayhi vasallamni yetimlarga, yig'lab turgan bir go'dakka befarq qaramaganlarida bolani shu erkalatib uylariga olib ketib, uylarda u bola tarbiya ko'rdi. Lekin afsus, bir yil o'tgandan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu dunyodan u dunyoga rihlat qildilar. Shunda bola yana ham qattiq yig'laganda Hazrat Abu Bakr raziyallohu anhu kelib, ey bolajon, faqat bugun sen emas, hammamiz, barcha musulmon olami yetim bo'ldi. Shunday insonlarni hayotda ko'ramanki, namoz o'qing desa kechasi bilan o'qib chiqadi ham. Har kuni roza tuting yo kunara roza tuting desa qiladi ham.